Cristiano Ronaldo endi jahon chempionatlarida boshqa o'ynamaydi. Kecha Portugaliya Ispaniyaga qarshi uchrashuvda kichik hisobda mag'lub bo'ldi va dunyo futbol muxlislari aksariyati Portugaliyadan ham ko'proq Ronaldo uchun achinishdi nazarimda. Chunki bu ushbu super yulduzning faoliyatidagi eng so'nggi mundial edi. Bu haqida uning o'zi aytib o'tgan edi. Ko'pchilik kutayotgan edi Ronaldoning chempion bo'lishini. Chunki uning asosiy raqobatchisi bo'lgan Messi bundan avvalgi jahon chempionatida g'olib bo'lgan va endi Ronaldo ham chempion bo'lishi kerak degan bir kutuv bor edi. Afsuski bunday bo'lmadi. Ronaldo maydonni tark etar ekan yig'ladi va unga qo'shilib minglab, millionlab futbol ishqibozlari yig'ladi balki. To'g'ri, Ronaldo jahon chempioni bo'la olmadi, lekin shaxsan mening fikrimcha bu uning faoliyatiga zarracha bir salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki u umrini futbolga baxsh etgan, futbolga ko'p narsa bera olgan va faoliyati davomida juda ko'p yutuqlarga erishgan, juda ko'p natijalarni qo'lga kiritgan, hattoki futboldan ko'ra kattaroq bo'lgan shaxs. U juda ko'plab, millionlab futbol muxlislariga ajoyib hissiyotlarni bera oldi. Millionlab insonlar aynan Ronaldo sabab futbolga qiziqish bildirdi, futbol o'yinlarini tomosha qila boshladi. Millionlab, minglab yoshlar dunyo bo'yicha aynan Ronaldo sabab futbolga kirib keldi va ulardan bir qanchasi bugungi kunda katta klublarda super yulduz darajasiga yetishgan. Ronaldoga hammasi uchun katta rahmat va ishonch bilan ayta olamanki, Portugaliyada istiqomat qilmaydigan boshqa mamlakatlardagi millionlab muxlislar aynan Ronaldo borligi uchun Portugaliya milliy terma jamoasiga muxlislik qilishdi. Ronaldo faoliyati davomida juda ko'p natijalarga erishgan, aytib o'tganimdek futboldan ko'ra kattaroq shaxs va mehnat orqali, juda kuchli intizom orqali bir sohaga mehr berib, unda qanchalik muvaffaqiyatga erishish mumkinligini isbotlagan va nafaqat futbolchilar, balki boshqa soha vakillariga ham, boshqa insonlarga ham bir ibrat namunasi bo'la oladigan fenomen meni nazarimda. Ronaldoga hammasi uchun katta rahmat. Bizga uzoq yillar mobaynida ajoyib bir hissiyotlarni bera oldi. Afsuski mana shunday yulduzchini endi biz jahon chempionatlarida boshqa uchratmaymiz. Lekin barchasi uchun unga rahmat.